Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Uchinchi fasl 19-qism. Allohning nomi bilan boshlayman. Allohga hamd bo'lsin. Rahmat payg'ambari. Robbisi bir kechada Masjidul Haromdan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan zot janobimiz va suyukligimiz Muhammad ibn Abdullohga Allohning salovati va salomi yog'ilsin. Payg'ambarimiz va musulmonlar qo'shini duch kelgan mashaqqatlar tufayli qiyinchilik g'azoti deb nom berilgan Tabuk g'azoti haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Allohga qasamki, men Alloh va uning rasulini yaxshi ko'raman. Inshaalloh men ham Allohning yo'lida jang qiladiganlar safida bo'laman. Lekin bu juda qiyin. Yo'l uzoq, havo jazirama issiq. Hozir ulardan bir oz orqada qolsam ham tez orada tayyorgarlik ko'rib, ularga yetib olaman. Musulmon qo'shini o'sha vaqtdagi eng ulug' va eng qudratli davlat bo'lmish Rumga qarshi jang qilish uchun tayyor bo'ldi. Rasululloh Ali ibn Abu Talibni Madinaga o'rinbosar qilib qoldirdilar. Ali jangga chiqishni yaxshi ko'rardi. Shuning uchun bu qarordan mahzun bo'ldi. Seni Allohga omonat topshirdim ey Ali. Ahli oilamizni va Madinani himoya qilishingda Alloh senga madadkor bo'lsin. Ali unga: Alloh haqqi ey Xolid, agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xohishlari shunday bo'lmaganida, men zinhor ayollar, yosh bolalar va qariyalar bilan birga o'tirmagan bo'lardim dedi. Rasululloh amr qildilarmi? Rozi bo'l ey Ali. Bizni urushga borishimiz jihod bo'lsa, seni qolishing ham jihoddir. Munofiqlar qo'shindan ortda qolganlari uchun xursandliklaridan kulgancha qoldilar. Ali munofiqlarning gapini eshitdi. Otiga minib Rasulullohga yetib olish uchun ortlaridan ketdi. Ali o'qdek uchib ketdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetib oldi. U zotga qarab: "Ey Allohning rasuli, meni o'zingiz bilan jangga olib keting. Odamlarning aytishicha, sizga og'irligim tushgani uchun mendan qutulish niyatida meni tashlab ketyapsiz ekan" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga: "Yolg'on aytishibdi. Men ortimda qoldirib ketayotgan narsalarga ko'z quloq bo'lib turishing uchun seni qoldirib ketdim. Ortingga qayt. Mening oilam va o'z oilangga o'rinbosar bo'l. Harun alayhissalom Muso alayhissalomga qanday yaqin bo'lsa, sen ham men uchun shunday maqomda bo'lishingga rozi bo'lmaysanmi? Faqat mening ortimdan payg'ambar kelmaydi xolos" dedilar. Ali qaytib ketdi. Rasululloh yurishda davom etdilar. Musulmonlar qo'shini juda ham ko'pchilikni tashkil qilardi. Hatto bitta tuyani 18 kishi navbatma-navbat minar edi. Quyosh osmonning qoq o'rtasida turib yondirar edi. Havo jazirama issiq. Musulmon qo'shiniga ochlik va tashnalik yetib, ularning tinkasini quritib tashladi. Bularning bari musulmonlarning azmu qaroridan,
jangga bo'lgan intilishidan qaytara olmadi. Ana shundan bu qo'shin qiyinchilik qo'shini degan nom oldi. Ochlik shiddatidan hatto daraxtlarning barglarini ham topib yeyishar edi. Musulmon qo'shiniga tashnalik yetib, tomoqlarini qurita boshladi. Ey Allohning rasuli, ruxsat bersangiz, ba'zi tuyalarni so'ysak, go'shtidan yeb, oshqozonidagi suvdan siqib ichsak, agar rozi bo'lsangiz. Rasululloh ularga ba'zi tuyalarni so'yishga ruxsat berdilar. So'ng qo'llarini samoga ko'tarib, Robbilariga duo qildilar. Qo'llarini tushirmaslaridan yomg'ir quya boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning barakalaridan hamma suvga qondi. Idishlarni ham to'ldirib olishdi. Tuyalarni ham sug'orishdi. Xudo haqqi, endi Rasulullohga hech qachon yeta olmaysan, ey Ka'b ibn Malik. Muhammad katta qo'shin bilan kelyapti. Ularning 3000 tasini yenga olmagan edik. Endi qanday qilib 300 ming qo'shinni mag'lub etishimiz mumkin? Ketdik. Bu xabarni Qaysarga yetkazaylik. Yur. Qani ketdik. Sayyidim, ey Rumning ulug' qaysari, ularning soni juda ham ko'p. Hojam, bizning ularga kuchimiz yetmaydi. Ular kelyapti, sayyidim. Hammamiz o'lamiz. Muhammad ham ular bilan birga kelyaptimi? Ha, hojam. U yo'qligida mardonavor jang qilishganini, mislsiz qahramonlik ko'rsatishganini ko'rgan edik. Endi u ham birga kelsa ahvoling nima kechadi? Eshit. Unday bo'lsa, uni huzuriga elchimizni yuborib, urush qilmaslik va qon to'kmaslik uchun sulh tuzish taklifini beramiz. Yaxshi fikr. Juda yaxshi fikr, sayyidim. Rumliklar Rasulullohning qo'shin bilan kelayotganlarini eshitgach, qalblariga qo'rquv tushdi. Askarlar har tarafga tarqab ketdi. Ular bilan birga turganlar ham Rasulullohdan qo'rqqanidan vodiylar va tepaliklarga qarab qochib ketdi. Rum o'lkasi jangsiz mag'lub bo'ldi. Alloh mu'minlarni urushning yomonligidan saqladi. Payg'ambarimiz Tabukda joylashib bir necha kun qoldilar. Musulmonlarga ta'lim berib, dinlarining hukmlarini eslatdilar. Atrofdagi qabilalar o'z boshliqlari va podshohlari bilan birga kelib, Rasulullohga tinchlik yo'li bilan bo'ysunishlarini e'lon qildilar. Rasululloh Xolid ibn Validga qo'shin bilan Dulmatul Jandalning podshohi Akidir ibn Abdul Malikning huzuriga borishni amr qildilar. Lekin ey Allohning rasuli, ularning qo'rg'oni juda ham mustahkam. Rasululloh Xolidga uni mollarni ovlab yurganini ko'rasan, undan mening huzurimga kelishini so'ra dedilar. Amringiz bosh ustiga ey Allohning rasuli. Ey Xolid, bu podshoh qanaqasiga ovga chiqishi mumkin? Rasululloh bizga uning ov qilib yurganini ko'rishimizni aytdilar. Kutib turaylikchi, balki ko'rib qolarmiz. Ko'rdingmi hoy odam?
Mana bu mollar Allohning qo'shinlaridan biridir. Mana bunga o'xshash mollarni ko'rganmisiz? Alloh haqqi yo'q, ko'rmaganman. Shunday o'ljani kim ham qo'ldan boy berardi? Hech kim. Hozir pastga tushib, ularni ovlayman. Rost aytibsiz, ey Allohning rasuli. Qani ketdik. Ey podshoh, Kimsan? Xolid ibn Validman. Rasululloh siz bilan ko'rishmoqchilar. Marhamat. Muhammadmi? Ha, U bilan ko'rishish uchun sizlar bilan birga boraman. Rasululloh podshoh Akidirni marhabo deb kutib oldilar. Ey Muhammad, o'zaro urushmaslik uchun sulh tuzsak bo'ladimi? Payg'ambarimiz aytganing bo'lsin ey podshoh, sizlar uchun biz tomondan omonlik berildi dedilar. Podshoh Akidir Rasulullohning huzurlarida go'zal muomala bilan kutib olinganidan va qon to'kilmasligi uchun sulh tuzganidan xursand bo'ldi. Podshoh Rasulullohga jundan qilingan tillo bilan tizib to'ldirilgan bir kiyim berdi. Musulmonlar haligi kiyimga havas qilib o'ng qo'llari bilan ushlab ko'rishdi. Shunda Rasululloh ularga shu kiyimga havas qilyapsizlarmi? Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Sa'd ibn Muozning jannatdagi ro'molchalari bundan yaxshiroqdir dedilar. Rasululloh shunday qiyin sharoitda jangga chiqib, Rumning xavf-xatarini to'xtatdilar va hech qanday urushsiz g'alaba bilan ortga qaytdilar. Ortga qaytayotganlarida Abdulloh Zulbijadayn vafot etdi. U yosh yigit edi. Rasulullohdan Allohga duo qilib, shahid holda o'lishini so'rab berishlarini istagan edi. Rasululloh unga agar jangga chiqqan paytida isitma bilan vafot etsa ham shahid maqomida bo'lishini aytgan edilar. U talab qilgan narsasiga erishdi. Uni Rasulullohning o'zlari dafn qildilar. Uning haqqiga duo qilib, Allohim, men undan rozi bo'lgan holda kech kirgizdim. Sen ham undan rozi bo'l ey olamlar Robbi dedi.